Mana bu savdoda arzonga tayyor 2017-yil Matiz mashinamiz Presto variantda 111 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Mashinaning kraska holatini aniq bilishmasak ham, polni kraskaga rozimandilar, lekin radnoy joylari ham bo'lishi kerak. O'zingiz uchun bir qator ko'rsatib tekshirib olasizlar. 2017-yil to'rtta rollari yaxshi holatda turibdi. Salon qismlarini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Chexollar kiydirilgan, polikoylar solingan, magnitofon kolonkalari bor, metan gazda uстановка bo'lgan, temir gaz rollar. Okamiz o'zlari 1 yildan beri minib yurgan mashina ekan. Okamiz generalniy davenisi ekanlar, yana generalniy davenisi 2 yilga bo'laylar ekan. Hujjatlardan muammosi yo'q ekan. Bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar mashinani. Kuzovida chaqa-chuqa joylari yo'q. Motor korobka ходовlarida hech qanaqa rasxodlar yo'q ekan. Texnik yurish qismida AB yo'q ekan. O'zlari qarab chiroyli minib yurgan mashinalari 2017-yil 111 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Matiz mashinamiz Presto variantda. Sizlar bilan maza qilib minishni uchun $2950 tushirib qo'ydi, degan nomerni qoldiramiz.